dükkanlar kağıt var mı? Bana konu Kağıt verir. Ben meni kotlum te. Xotin talashdim ben ada senden. To'qopoq ishga qo'y. Men deyin to'liq tatganmi ya? Vay aka to'liq tatdik ya. Attiga restoranga bordim. Kechki restoranga mehmonlarning hammasini taqab po'g'ichi tortdim. Uni oz degandek o'ng'iz gapirib aqlinimizdan dasqi bishimizni chiqib o'ynatib qo'ygandik. Vay, baldı qilava, baldı. Tukanda asas gapkina bir adimiz puchuq chiqib qaptimi? Danga va nima gap zada? Ben puchuq chiqib qolganmisiz mayli. Va bek to'liq tatiyapsizlar. Ya nima chiqma tonimaydigan odam bu? Vay aka sizning tunji to'yingiz o'xshaydi, biz jiddiylik qilganga o'xshaysiz. Manda gap. Ha. Acham bil akam to'y qilib qolsa, men achamning urug' chiqqan do'st birodarlarning hammani akamning tonishi natayin. Akamning do'st birodar urug' chiqqanning hammani men achamning tonishi natayin. Hamda to'y tukuniganda tonimaydigan odam kirib polo yeb chiqdi hamda. To'g'ri, to'yning akmitida, xosiyatida bu. Ha bitta. Ben mening to'yim kelgan 200 odam depdagi pul qo'yibdi. Ha? Men shishan chiqqanda naq sonidan 500, qolgan 300 dan ketdi. Ma bana rast pishqmi ya? Fikam maqaraq manda gap yedi. Ma xerida bayada bak qo'g'lab ketdim ben biz tanarkat o'xshay debdim. Bu to'yingizga haq pul qo'yamiz bizdan ko'man. Sizmi haqniki berib pul qo'ying. Haqni sizniki gap qo'ydi. O'zingiz haqniki pitchat yozib berib polosni yapib qaysingiz haqmashda qaytida hamda. Uni bizdan ko'ramsiz? Manda. Aş pulni bek ağzını solab qap qalsa aka. Aş yaşandaydı aş 300 adamni sanapsiz emas ma. Bizi izlab tepib o'ygib kasım bo'ldi. Pul qo'yma deb bizga qapolsangiz bu faqat bir adamning gapi emas qo'y. Şafkan biz şeşan chaqirgan to'yga kelgan odamlar ko'rinish qilamiz emas. Qo'y qapolmoqlar. Men xatolik mendikan. Emsa chiman bog' restoran to'y qilsam ning chiman tog'ning viskisi chiqib qoldi. Vay jim o'tiringlar siz. Qizni qo'lticha. Ayol kishida kulib yedi. O'tiringlar fikam. Manda gap chiq. Ma xeridavayada sektorda vaqirashmaylar. Manda gap. Hamda navadsiz açtı restoranning jongshu qiyvatgan vaqtda ulgurab qolgan bo'lsangiz, bag'ultaq olmuş bo'g'iz to'yingiz bo'lib ketib qolgan bo'lsa, ashna ispoq qalaymi qanchalik qolgan o'xshaydi fikam. Mening to'yimga ulgurib jongshu qilamda yana. Ta'lingiz va Ay yo'q ustam unda ish yo'q. Mening mushakamning Allohingni ayt deganda restoran olib qo'ydi. Shuni tortdim, u ustiga chiqdimda ostiga chiqib qoldim. Uning mening ishim yo'q, bu ashyo tortdim men. Shunda o'xshaydi fikam. Ma'qul. Mening og'aylarim xato qilib qo'yibdi. Ha? Emsa, sekdada men quloqchilarni kiyib, men nurki choponlar bilan, qishliq, xurum, jug'lar bilan tangsi o'ynayotganlar kimlar bu? Ya aka o manda gap. Endi siz bu to'yingizga chaqirgan mehmonni bag'aqning ustiga uni kiymang, buni kiying deb yozgan bo'lsangiz bo'ladi. Nimani qiladi shuni kiydi to'y emasmi bunda? Shu fikam. Manda chaqirganimda bu to'y to'kiniganda bu haq quloqchilik ilamda, bijinilik ilamda biz uni uqmaymiz danga. Biz shayxoncha nima ekan shuni tatib kirishtirib sizga beramiz emasmi? Men demakchi, men yozda to'y qilsam men qishki chopon bilan keldim deyman Allah. Mama. Ya manda qarab, ya ma xerida bormi? Mandalam tushundirayapman. Endi sizning Navadmida bir yiroq bir tog'liq rayonlar tunishtirimiz bo'lib qolsa, urib qoldingiz. Ma'lumot shakirgan va pachat o'dik eng qimmat baliq kiyimni kiyib kelmasmi? Sizning inoatingiz ta'sir etdi emasmi? Shunga bir quloqcha norki kiyimda juva, xurum chapalni kiyib kelib qolgan bo'lsa, sizning hurmatingiz uchun. Ustam. Madem sen tatqansan, ha? Sen tatqansan, ha? Ya. Men tatqan. Sen tattın? Bak kıynamaz. Ana gel. Ya. Kim bak nimba? Bu terbiye zalı gelgende yürüp ya. Stop. Ben toy diyeyim ki bak haknikini kırıştırıp kıptım abala. Ben fakat çıdap oturamadım yerde. Attiga qisma balın gipini anlap. Sizler şaşançı mı? Bekliye yüken sizler sizler. Ben sizler gidip koyayım. Vay endi. Körnüstiye almış qazg'ashlar bo'p turibdi. Bir ko'p yo'q. Shu. Vay yo'q usta. Yo'q. Nima shu, nima yo'q makilava adash. Demam sen das nima. Ya ma akamni ilashtirib bu. Manda aka bu to'y qiz shu ayolning shuda. To'y qiz. Qanday xotinni muomlashtirib beradiganmi-da? Ha? Yo'q. Nima yo'q? To'xtarim. Deydik to'y qizg'o, mening xotinim.
Anın yendi otagan kim ha? Koldaş. Ha, qo'lda. Ha? Ma toyni men qilgan qarindoshlar bor. Men to'nimamni uzandim ben qo'lishni. Ha, manda qarang ukam, ham siz manda bir. Ya bu ustam bu qiziq gap bo'ldi ya bu. Ayagiroq. Ya o'zim bizga ish olgan o'ngishig'ini va asrab. Ya bu manda gap. Ya qandaq gap? Ya to'xtang aka, adam qo'g'lab yili vaqirab. Uf. To'yni siz qilsangiz, bu xotiningizni uyida o'tirgan adam kimda bizdan so'rasangiz, salbi gap. ya, manda ukam xapamay turgan, manda ish va qarang, bu to'y to'kin deganda bunda sizni qadak suqashtirib boshqa joyga sayohat ketib qolgan bo'lsangiz, men xotiningizning yaqin do'stining iri, kelib bunda rasm tushayotgan chiqib qolgan bo'lsa, shayshang shuni kirishtirib qo'ygan o'xshaydi, o'ngishma suncha bo'ldi. Urushma. Ya, ustam manda ishdan bam to'y to'kinlik burunqi muhabbat. Voy, Sherrin deydi. Ya, ashta bir ehtimollik bo'ldi. Ağzın juma. Ma'qul. Manga to'l tetamaydigan parani qilib bermay, men daynashda qanaqa qilamiz? Ha. Mandalik qilib ukam o'tirgan. Qanda? Ya, men o'ngishab biray xapamay turgan ukam, men xeridava sat turdi. Mekelada. Mush ishni biz cho'qim o'ngishmasa qilmay shuarimiz bilan degnam ya. Bizdan shuarimiz pul tepish. Ya, menda bizning shuarimiz xeridan rozi qilish asosida pul tepish ukam. Biz qilmamsa, xapamay turgan, nimda chechilaveradigan bolasi kichik kun turib. 3000 ko'n yandirib bizlar Ha, aka. bu 3000 ko'y yajing urib ketsangiz qaytirib berlar bo'ldi ukam. shundan tugaydi. Qanday qilamiz endi birazimiz tegandik sizga. Ya Manda qillar aka bo'lmasa. Siz yani 7000 ko'y birsiniz emasmi bizga? 7000 ko'yni bir versangiz men Jimi Husayn oldingiz go'mmini qo'yay. Siz ani kendi mani kendi Voy, gash uzash kirishtiribni berlar. Abdulmashqsni. Balla. Uyda xotin bo'lmasa nima qilmo eski deyni, ha? Men menga deyni to'lab bermadigicha xotinimni to'lab berishim ha. Ukam bayağı dapatta qarang, Vashshi film studiyasida xotin ijara berish, xotin almashtirib berish, xotin qaytirib berish, xotin qaytib iyib berish degandek mulozimat yo'q. Navada xapolmaylik. Mushni o'ngshab berayman. Akalar, men akam shayman. Shuay. Men akam ba galastik sen bizni bama. Yo'q. Men akam ba seriq chapan sen bizni bama. Ya. Men akam ba boybas sen bizni bama. Yo'q. Bizni ba shayshang men akam bama. Ya, almış qapti. Ya, asaslı gap kelkinlar. Sizlarning achang bor. Aka. Achang tika to'y qilmagan. Ya to'y qilmagan. Talatsiz ko'migan. Ya. Unda quluqi yumshoq gapanglar shundami ya? Ya qulqib tutsin shunda yumshoq gap olmay qulq ig'iy ochamman. Ya, men akangdek voqeasi anglamamda. Bu akamdek vaqasi o namnurtib to'z davlantirib olmoqda. Mashakangni gapi. Manda chaqiramiz ukam.